Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Birodarlar, bugun mana shu qo'yxonani obzorini necha metr, joylashuvlari qanaqa to'liq videosini sizlarga ko'rsatamiz. Bu qo'yxonamiz bir necha yillik tajribaga asoslanib qurilgan qo'yxona va yana shunda nima kamchiliklari bo'ldi, o'sha narsalarni biz sizga hamma joyini, razmerini, sizlarga qulayligini yaratamiz. Chunki hozir o'sha bundan buyog'iga qo'ylar soni ko'payyapti, oladiganlar ko'payyapti. Tabiiyki qo'yxona qurishga ehtiyoj sezilyapti. Albatta birinchi qo'yxonani qurib, keyin olsangiz sharoitlarni zo'r qilib juda yaxshi bo'ladi. Chunki qo'yni olishga hamma ham olaverishi mumkin, lekin o'sha muhitda ushlab qolish juda muhim do'stlar. Videolarimizni poddershka, like va kommentariy bosib qo'yasiz. Biz sizlarga mana shu Surxondaryodagi eng yaxshi barakali Surxondaryo qo'ylariga ko'rsatamiz va mana shuni tabiiyki qo'yxonalarimiz haqida ham ma'lumot berib ketaveramiz. Demak, qo'yxonamiz mana bitta oxiriga boramizda, keyin bu yoqdan bu yoqqa qarab bitta kelamizda ko'rsatamiz. Mana hozir yarmiga keldik. Mana hop, mana bu tarafi, mana do'stlar teshiqlari, mana bu tarafi. Ana endi bir boshidan aytib ko'rsatib ketaveraman. Nimalarga e'tibor berish kerak? Sizlardan faqatgina poddershka. Tamom. Bo'ldi. Tashqari tarafdan ham bitta ko'rsataman. Tashqari tarafdan ham va tepalarini ham ko'rsataman. Mana. Bu qo'yxonamiz o'sha ikki qism, tepa qismi, o'sha cherdak qismi, o't xashaklar bosilgan. Ularni ham ko'rsataman. Qaraysiz, mana bu yerdan kirish yo'lagi bor va ichkari tarafdan ham bor. Demak, qo'yxonamiz eniga 8 metr, mana eniga 8 metr, uzunligiga 40 metr. Demak, mana bu qo'yxonamizda ichini o'zi 3 metr. Mana bu ikkinchi tarafi ham ichini o'zi 3 metr. Mana bu yo'lagimiz 2 metr ekan. Hozir hammasini o'lchab oldik. Umumiy hisobligiga o'sha 8 metr. Xo'p, demak, mana bu nimadan? Stoykadan mana bu stoykagacha, bu stoykadan stoyka, xuddi mana shunday stoykadan stoykagacha 270 ekan. Hozir egalari aytayapti-ku, o'sha 3 qilingan deb, o'sha mo'ljal qilingan, lekin 270 qilingan ekan, 3 qilsa ham bo'lar ekan. 3 qilsa ham bo'lar ekan. Demak, xo'p, qaraysizlar, yana nimani? Teshiqlarga отдельно e'tibor berasizlar. Teshiqlarimizni orqalaridan e'tibor bersangiz, o'sha fortichkani yopiladigan qilib yasalgan. O'shani yopib, o'sha sovuq bo'lganda, qishda anomal sovuq bo'lganda shundoqqina hammasini yopib qo'yasiz. Demak, mana bu birinchi qo'yxonamizning ichi 8 metr ekan. Razmerlari bir xil emas. Bu tarafi ham 8 metr, bu tarafi ham 8 metr. Mana bu yerdan kirish yo'lagimiz bor. Mana bu yerdan ham, mana bu yerdan ham mana kirish yo'lagimiz bor. Endi mana buni balandligi, mana bu yerdan mana bungacha qo'yda o'sha kalla tiqib yeydigan joyini balandligi 27 sm ekan. O'sha 25 sm dan kam bo'lmasin. 27 sm. Balandligi mana bu yerdan yerigacha balandligi, tashqari tarafi 1,5 metr, ichkari tarafi 1,40 hisoblanyapti. Mana 1,40. Mana shunday balandlikda. Demak, mana past qismlarini ko'rsatamiz. O'sha go'nglar tushib ketmasligi uchun taxta qo'yilgan do'stlar. Ichkari kirishni xohlamasangiz, tashqari tarafdan ham o'sha tag qismidan apparat yasab olib, go'nglarni bir tozalab olib chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Demak, oxirimiz mana chekkalari o'sha nima deydi, bo'yin qismiga shilmaydigan qilib qo'yilgan. Bu 350 lik ekan. Hozir aytishyaptiki, yemga bo'ladi, lekin qora xashak beraman desangiz, biroz to'kilyapti. 350 lik ekan. Sizlar 450 lik qo'ysangiz, xashakka ham bo'ladi. Hozir ham xashakka ham bo'ladi, biroz ba'zi xashaklar kattaroq bo'lib qolganda to'kilyapti. Salgina yoki kamroq berishga to'g'ri kelyapti. Tez-tez. Buning uchun sizlarga aytamiz 350 emas, sizlar 450 qilib qo'ysangiz, juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, qarangizlar, tepa qismini aytadigan bo'lsak, mana bu
strapillarimizni orasi 50 ekan. Har 50 santimetrga bittadan strapil tashab ketilgan. Mana. Xo'p. Yana aytamiz. 8 ga 8 qaranglar. Ichma-ich bu yerdan tashqaridan kirdimi? Mana bu yerdan yana ichma-ich, hammasiga ichma-ich eshik qilingan va tashqari tarafdan ham mana bunday adelni chiqish eshiklari qilib qo'yilgan. Mana bunisi mana bu demak 2-3 ta armaturani ichi 8 metr edi. Mana bu yerda 2 ta ugalogda orasida. Mana 2 ta ugalogda orasi 2.70 dan mana hisoblab oraverasizlar masofasini. Bu yerda 3 ta teshig'imiz joylashgan. Mana shu tartib 8 metr. 8 Nargilari 5 metrdan bo'lgan. Nargilari 5 metrdan, narigilari mana 5 metrdan ekan. Xo'p, Asrorjon yana nimalarga e'tibor berish kerak? Siz menga aytib ketavering kelib. Keling, bu yoqdan kelib oling yaxshisi. Mana Asrorbek ham kelib oldilar. Mana hammasi ichmaycha, buni ham ochib kiring-da. Buni ham ochib kiring. Qarang, tashqari taraf yopilmaydi, faqat anaman sovug'ida yopiladi, to'g'rimi? Tashqari taraf. Boshqa payt yopilmaydi. Yo'q, boshqa payt yopilmaydi. Faqatgina o'sha anomal sovuq paytida yopiladi, qolgan payti yopilmaydi. Mana teshiqlar ham xuddi o'shanda-ya. Boshqa payt yopilmaydi. Ana shunday. Xo'p, demak, yana Asrojon, yana nimani aytmay ketyapman men? Qo'shimcha qilib ketasizmi? Qaranglar, dakansa boraylik. Bular hammasi nariyoqqa yuring-da, bu yoqda kamroqda masofasi. O'shani ham siz bizga aytasiz. Mana aytamiz, hammasi ichma-ich qilingan. Mana ichkaridan ham mana, ichkaridan ham ichma-ich qilingan eshiklar va tashqi qismidan ham qilingan. O'shani sababi nima, Asror? Ichkaridan ichma-ich qilingan sababi. Endi aka ko'plar teshikda ishda sarafan yopaman deydi-ku. Men o'rniga men qildirardim-da. O'shani yopib ko'rsating-da. O'zi anchadan beri bu yil hisobiga yopilmagan-a? Yo'q. Mana. Listdan qildirardim-da birdan. Bo'ldi, listdan qildirib yuborgansiz. Qaranglar, qo'yda shu ichkaridan o'sha yerdan haydagandan o'zi nima deydi? Hammasi bittaga kirib keladigan ham qilsa bo'ladi. Bittaga hammasi kirib keladi. O'shanday. Keyin bolali qo'ylarni, bo'g'oz qo'ylarni ayirib qo'yasiz-a, adashmasam. Ayiribman, mana qo'chqorlar aka urishadi. Qo'chqorlar urishadi. Masofasi kattaligi uchun mana o'rtasidan o'ldirganman. Buni orasi yaqinroq, har bitta turbani orasi ekan-a? 2,5 metrda 2 o'ldirganman. Bo'ldi, 2.70 dan 2.70 edi turbani orasi. Bu yerda har bittasini alohida qilingan ekan. Nechta? 1, 2, 3, 4, 5 ta. Mana shunday. 1, 2, 3, 4, 5 ta qo'rani mana shunaqa alohida qilingan ekan. Bu yerda qo'chqorlar turadi. Ya ara yaqin mayda bo'lgani hisobiga suzish olmaydi. Uzoq masofadan suzish olmaydi. Zo'r. Xo'p. Endi cherdaq qismini yana bir ko'rsataman-da, hozir yana qaytib yana qo'shimcha ma'lumotlarni olib beramiz sizlarga. Qarangizlar. Mana cherdakka yana bu yerdan chiqish, ichkaridan chiqish joyi ham bor. Hozir mana mana xashaklarimiz, mana yer yong'oqlarimiz, xashaklarimiz dekor qilingan holatda. Mana shu ikki tarafga bossangiz bo'lar ekan. Mana ikki tarafga ham bossangiz bo'lar, o'rtadan yo'lak qilingan ekan. Mana do'stlar. Hop, mana. Endi balandligi, menimcha balandligi necha ekan, so'rab bilmaysizmi? Bunaqasi yerdan tepagacha. 3 ham bo'lmasa kerak, pastroq bo'lsa kerak. Pastroq bo'lsa kerak. Xo'p. Mana do'stlar, menimcha hamma ma'lumotni olib berdik. Keyin yana bitta narsa, qarangizlar. Bu ikki taraflama qilib qurilgan va buni bir taraflama qilib qurilgan qo'yxonalarimiz ham bor bizda. Misol uchun mana bu tarafi yo'q, faqatgina mana shu tarafini agar siz yo buni xarajati katta bo'lib ketadi desangiz, kim yoki meni yer maydonim shunga to'g'ri kelmaydi desangiz, siz buni bir taraflama qilsangiz ham bo'ladi. Agar sizlarga shunaqa bir taraflama qurilgan qo'yxonalarimiz ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyalarga yozilgan fikr mulohazalarga qarab biz o'sha bir taraflama qilingan qo'yxonalarni ham obzorini sizlarga to'liq yoritib beramiz do'stlar. Mana ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Hammaga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.